Assalomu alaykum qadr qadrdonlar, aziz tinglovchilar, muborak Ramazon oyida qalbdan qalbga nur ulashamiz. Bizning tabrik loyihamiz aytilmay qolgan tuyg'ularni yetkazadigan samimiy ko'prik. Ro'zangiz maqbul, duolaringiz mustajab, xonadoningiz barakali bo'lsin. Bugun siz bilan yana bir qalbni quvontiramiz. Siz ham bir insonning yuzida tabassum uyg'otishga tayyormisiz? Siz istang, biz hislaringizni eng go'zal ohangda yetkazamiz. Chunki quvonch ulashish eng chiroyli ehson. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Va alaykum assalom. Sanjar aka, siz bo'lasizmi? Sanjar aka bilan bog'landikmi? Ha. Bezovta qilib qo'ymadikmi akajon? Yo'q. Ayni damda siz bilan tabrik loyihasidan boshlovchi baxt aloqada. Xo'sh, eshitaman. Sizni bugungi muborak kun tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan samimiy tabriklaymiz. Bugun siz hayotingizni 37 yosh degan go'zal va barakali davoniga qadam qo'ydingiz. Bu yosh tajriba, matonat, hayot mazmunini yanada chuqurroq anglaydigan davrdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummatlaridan bo'lib yashayotganingiz uchun ham bu kun alohida shukrona kundir. Alloh taolo umringizni uzoq, rizqingizni keng, qalbingizni esa doimo xotirjam qilsin. Har bir bosgan qadamingizga baraka to'ysin. Kattakon rahmat. Ilohim, oilangiz bag'rida baxtli, saodatli umr kechiring. Farzandlaringizning kamolini ko'rib, yaqinlaringiz mehrida doimo bahramand bo'lib yuring. Yuzingizdan tabassum arimasin. Sog' bo'ling. Hammasiga azizsiz, hurmatli Sanjarbek aka, aytingchi, sizningcha bu samimiy tabrik qaysi yaqin insoningiz tomonidan sizga yo'llangan deb o'ylaysiz? Endi nima desam ekan, hayron bo'lib qoldim. Eng yaqinim singlim bo'lsa kerak deb o'ylayapman hozircha. Ismlarini ayta olasizmi? Ha, Bekposhsha. Mashalloh, topdingiz. Sizni juda yaxshi ko'radigan, tilidan ham tushmaydigan singlingiz Bekposhsha opa boshchiligida, akangiz Rahimboy aka, onangiz Muhabbat opa, turmush o'rtog'ingiz Nargiza opa, qizingiz Madinaxon, o'g'illaringiz Xursandbek, Shohjahon, jiyanlaringiz Quvondi, Xadijaxonlar nomidan edi. Ha. Hurmatli Sanjar aka, qimmatli vaqtingizning bir necha daqiqalarini olib, qalbingizga quvonch ulashgan holatda singlingizning qalbining tub-tublaridan yo'llangan tabrik nomalar bor edi. Ijozat etsangiz o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum qadrli akajonim. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Shu muborak kun bilan sizni chin qalbimdan tabriklayman. Alloh taolo umringizni uzun, sog'ligingizni mustahkam, qadamlaringizni esa doimo barakali qilsin. Akam, bu dunyoda ko'p narsa o'zgardi, odamlar ham o'zgardi, lekin sizning menga bo'lgan mehringiz hech qachon o'zgarmaydi. Shuning uchun ham boriga shukr qilib yashayman. Siz men uchun juda qadrli insonsiz. Mening hayot himoyachim, suyanchiq tog'imsiz. Har doim yonimda turib meni asrab kelganingizni hech qachon unutmayman. Men sizni juda yaxshi ko'raman akam, lekin ba'zida bu so'zlarni o'zingizga ayta olmayman. Ammo qalbimda sizga bo'lgan hurmat va mehr juda katta. Siz bor ekansiz, o'zimni doimo kuchli va himoyalangandek his qilaman. Ilohim, kelinoyim bilan birga farzandlaringizning kamolini, yutuqlarini, baxtini ko'rib, ularning rohatini ko'rib, uzoq umr suring. Xonadoningizdan quvonch, mehr va baraka hech qachon arimasin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin aziz akajonim. Bu dunyoda borimsiz akam. Meni o'ylab kiydingiz har dam. Dardlarimga dorimsiz akam. Siz bor joyda yo'qdir biror g'am. Sizchalik hech qayg'urmas menga. Hatto do'stlar, yaqinlarim ham doim tirgak bo'ldingiz menga. Qoqilganda boshqa kunda ham. Og'ir kunda darmonim bo'lib, quvonganda shodlikka to'lib, kasal bo'lsam qolganda so'lib, doim birga bo'lgansiz akam. O'gitingiz doim yodimda. Sizdan boshqa hech kim yo'q yonimda. Dard tushganda har bir onimda sizdek hech kim
turmas yonimda. Bu sizni singlingizning nomidan yo'llangan tabriknomalar edi. Hurmatli Sanjar aka, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham singlingizga va boshqa yaqinlaringizga qalbingizdan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Avvalambor mana shu tabrik loyihasi ijodkorlarga kattakon rahmat. Ishlaringizga omad. Sizlarga har bitta O'zbekiston aholisini shunaqa yaxshi kunlar, tug'ilgan kun bayramlarini tabriklashda ishlaringizga omad va o'z yaqinlarimga, singlimga kattakon rahmat aytaman. Ilohim meni baxtimga sog' yursin. Nima deyman? Men ularni yaxshi ko'raman, yaqinlarimni. Umri ota-onamni, singlimni, oilalarimni umrlari uzoq bo'lsin, ilohim. Menga bildirgan tilaklari hamisha ijobat bo'lsin. Ilohim. Sizga ham kattakon rahmat. Rahmat kattakon. Tabrik loyihasi jamoasi nomidan ham sizni tavallud ayyomingiz bilan samimiy tabriklaymiz. Ilohim umringiz uzoq, sog'ligingiz mustahkam bo'lsin. Hayotingiz doimo baraka, quvonch va xotirjamlikka to'lib tursin. Yaqinlaringiz mehrida bahramand bo'lib, oilangiz bag'rida baxtli, saodatli uzoq umr kechiring. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Samimiy tilaklaringiz sizga ham hamroh bo'lsin. Xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Kattakon rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Aka desam jo'shib ketar yuragim. Uzoq umr ko'ring shudir tilagim. Allohimdan duo qilib so'radim. Baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Bolaligimiz o'tdi bitta hovlida. Sho'xliklarim haddan oshdi gohida. Malol olmay ko'targan erkaligimni. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Akajonim, akajonim, uchar bo'lsam qanotim. Akajonim, akajonim, qaddi baland qalqonim. Baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Yaxshiyam siz dunyoda bor akajon. Betob bo'lsam otamdayin parvona. Jon berguday turar boshimda mardona. Baxtim butun qaddi baland qo'rg'onim. Baxtimga sog' bo'lib yuring akajon. Siz bor yuragim